Assalomu alaykum Milan baliq vodiy obunachilari. Bugun 28-may. Bitta ona baligimizni ikkita tashlagan. Mana o'zi. Bu ikralar 3 kun bilan 5 kun oralig'ida ochib chiqadi. Suv issiq bo'ladigan bo'lsa 3 kun atrofida ochib chiqadi bular. Bularni shu 5 kunlikka to'lgandan keyin 1 hafta, 5 kun 1 hafta oralig'ida ajratiladi boshqa joyga. Ko'chirib o'tkazib, boshqa hovuzda atdenglik qilib boqiladi. Sabab buni 10 kunlikdan oshib ketadigan bo'lsa, bular ikralar ochib chiqib, yayilib ketadi. Shu 5 kun 1 hafta oralig'ida bular to'p bo'lib yuradi. Ushlashga oson bo'ladi. Keyin bu hovuzda qolib ketadigan bo'lsa, boshqa matishli baliqlar bor, shular yeb olishi mumkin. Bu lichinkalar ichida tez o'sib katta bo'lib ketadiganlar bo'ladi. Shular ham maytalarini terib yeb tashlaydi. Shu sababdan boshqa hovuzga ko'chirib o'tkazib, sartaroshga qilib turiladi. Telegram kanal ochganmiz. Telegramda shu ilon baliq bilmaganlar uchun boqish ko'paytirishni o'rgatamiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Kommentariyada link qoldiraman. Kanalimizga qo'shilib olinglar. Bu joyda kunli videolarni xudo xolasa qo'yib boramiz. Necha kunlikda ajratganimiz, qanday boshqa hovuzga ko'chirib o'tkaziladi, hammasini video qilib qo'yib boramiz xudo xolasa.